Shu nonlarni olib kelib shulardan terib yeyapmiz. Sherjon pechka, ko'mir, o'tin olib berdilar. Xarajatlarni qilib berdilar. Hamma yo'qlarda olib keldilar. So'g'da o'tirardik. Ehson qilganlar, tan jonlari sog' bo'lsin, iloyim. Topganlariga Xudoyim baraka bersin. Ehson qilganlarni jannat bilan siylasin. Tan jonlari sog' bo'lsin, iloyim. Bizga birni bersa Alloh ularga ming baravar qilib bersin. Amin. Allohu akbar. Uylari bir tarafga qiyshayib qolgan, buzilib ketadigan avariyniy holatda. Kichkina xonachada o'zlari va ikkita qizlari bilan mana shu joyda yotib jon saqlashar ekan. Mana pechkalari ham bularning sharoiti juda ham -0 darajada edi. Saxiy insonlarning ko'maklari bilan kelinglar do'stlar, hammamiz birlashaylik. Sizni qilayotgan 1000 so'm, 2000 so'm, 5000 so'm ehsoningiz